Müslümanların hayatıda bazı her xil igizpes musibetler, krizisler yüz berip turadi. Bu bir sınaq dünyası, bu bir kanuniyet dünyadaki. Endi Müslümanların beşiği aşta sınaq, musibet, krizis kelgen vaqtida, kichigidin cho'ng'igacha aqallisi imanning oddiy talablarini o'rindash jarayonida kelgan musibat, mashaqqatlar bilan bir millet xarakterlik kelgan cho'ng musibat mashaqqatlar olsun, cho'ng kichik har qanday musibat mashaqqat krizislarni hal qilib o'tishning ikki vositasi bor deydi. Birisi bardoshlik qilish oxirigacha. Vasta'inu bis-sabrdagi sabri bardoshlik qilishni ko'rsatdi. Oxirigacha ching turishni ko'rsatdi. Bel quvvatmaslikni ko'rsatdi, chekinmaslikni ko'rsatdi. Bu bir vosita. Yana bir vosita vas-salat. Namaz orqali. Bu nima demak desa? Ya'ni Alloh bilan bo'lgan munosabatni uzib o'tmaslik. Alloh bilan bo'lgan munosabatni uzib o'tmaslikninki eng cho'ng vositasi namoz. Bu nuqtani dushmanlar bak obdan tushundigan bo'lg'achqa musulmonlarga ikki xil besim ishlatishni o'ylaydi dushmanlar ko'p hollarda. Birisi musulmonlarni ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan sundurishning oldida, maddi cihati sunduruşunun aldıda ruhi cihatin sundurup ten ağızış. Reallıkını kubul kıldırış. Bundagin endi bizning ahvolimiz shuken, bundagin burnu ortiq qilmaydigan o'xshaymiz. Biz mushuni bilan bo'ldi qilsak qildigan o'xshaydi deb bir kishilik odam sifatida yashash ideyasiga ekilish dushmanning birinchi vazifasi, ham qo'llanayotgan vositasi. Qur'on bununla qarşıladığı ki "Vasta'inu bis-sabr", yani ahirgi bardoshlik qilish bu musibetlerden halqab o'tish, krizislerden atlab o'tishning vositasi. İkincisi, düşmanning qilayotganimiz shu hayotni deganimizdek, musulmonlarni o'zining dinidan, madaniyatidan, yani o'zining Robbi bilan bo'lgan aloqasini ojizlatib uzib o'tish. Kur'an nima deydi? Vas-salat. Yani bizning ishlarimizda qo'llanadigan eng cho'ng vosita, utuq qozonishning eng cho'ng vositasi, krizislardan atlab o'tishning eng cho'ng vositasi Alloh bilan bo'lgan munosabatni ulash. Buning eng cho'ng yorqin namoyandasi namoz. Shuningdek, her zamanki düşmanlarninki musulmonlarga bo'lgan düşmanligininki eng cho'ng yorqin ifodasi musulmonlarni namozni to'sish. Payg'ambar alayhisolamning davridan tortib ta bugunga qadar namoz o'qiydigan doirlarni torlatish, namoz o'qish imkoniyatini ozlatish, namoz ifodasini jamiyatda ifodalab turadigan ko'rinishlarni, shuarlarni yo'qotish. Şu Qur'oni Karimda g'alaba qilishning yo'lini ikki davatgan bo'lsa, dushmanlarmi bizdagi dalmosh ikki nuqtaga hujum qilyapti. Ya'ni birisi bardoshlik, birish ruhini yo'qotish, dushmanlarning tutayotgan bo'lsa, yana birisi bizdagi Alloh bilan bo'lgan aloqamizning imkoniyat darsini tarlatib, oxirida uzib o'tish.